Mana shunaqa suvlari oqib turadigan joyda, kanalni bo'yida 2 sotik bonusi bilan narxini boshidan aytib o'tib ketaman. Shu joyga bitta like bosib qo'ysanglar, sotigini 5,5 ming dollardan deyishyapti. Adresi Qumtepa Moskva yetmaslarida Globus zapravka bor. Shuni oldidan kirganlaringda bir 200 metr ham yurmaysizlar. Bu tomondan ham kirsalar ham bo'ladi. Marg'ilon Vayni chas tomonidan kirsalar ham bo'ladi. Bu tomonimiz mana temir yo'l ko'rib turibsizlar, 911 yo'li. Shu joydan ham bemalol kirsalar ham bo'ladi. Bu joyimizni kadastr hujjatlari, dokumentlari tayyor qilib qo'yilibdi. Sotigini 5,5 ming dollardan olishlaring mumkin. Suvni ko'ryapsizlar mana, kanalga shunday nasos tashlaysizlar, bemalol teplitsa qilasizlarmi, nima qilsalaring qilaverasizlar. Yashagani ham zo'r joy. Mana kadastr hujjatlari mana shu tomon ponni tayyor ekan. 20 metrga 60 metr o'lchab, bemalol savdosini qilsalaring bo'ladi. 12 sotikli joy, har bir sotigi 5,5 ming dollardan. Ma'lumot o'rnida shu tarafi mana kadastrga tayyor. Bu joy turar joy hisoblanadi. Sizlarda shunaqangi turar yoki noturar joylaring bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Biz bilan qulay va oson sotinglar. Egalarining raqamini opisiyaga qo'yib qo'yapman. Bemalol telefon qilib savdolashsanglar ham bo'ladi. Pulini notariusga sanaverasizlar. Sizlarga aytgan 2 sotik bonus joyim shet bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, qo'shnilardan 2 sotik pastga ichkariga olib kirilgan ekan, 10 metr, ya'ni bu joyda mana qudug'i bonus, mana bu bashnisi ham bonus, bemalol quduqdan suv tortib foydalansanglar ham bo'ladi.